Paridio chash yuyish va asrash malhami an'anaviy o'simlik dorilarini resep qilib, zamonaviy ezish usuli bilan biotexnika birlashtirib ishlangan. Paridio chash yuyish va asrash malhamiga zanjivil donchisi, nengmang, ko'k seg'i, amino kislotasi qatorliq oziqlik moddalar qo'shilgan bo'lib, chashni pokizlab, chash tushishining oldini olib, chash o'stiradi. Bosh terisidagi mayni kontrol qilib, chashni yumron, siliq va poqiroq qiladi. Tabiatning sovg'isi Paridio. Charchash hozirgi zamon kishilarda bo'libmi, erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qaramoqda. Eltoj so'ylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj so'ylab javhiri. Sağlık markalık mahsulotlarni e'tibor bahası etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda ig'lik qilmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahada mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'liq erish fursatingiz bor. Urumchi Tianshan rayonining Oltin Soda chambirki, Xinjiang nashiyoning Udildagi Soda saroy va o'ltiraq uy birlashgan, ichi-tishi marmar tosh bilan oliy bezalgan va ilg'or boshqarish sistemasiga ega Meshin Sari, Urumchidagi nuqtliq maktab, Qaynoq bozor rayoni, doktorxona va go'zal bog'chalar orasiga joylashgan bo'lib, qatnash metro nihoyat qulay. Egizligi 3 metr 10 sm bo'lgan 46 dan 141 kvadratgacha uy va do'konlar setib olishingizga va mablag' silishingizga arziydi. Birinchi oyning birinchi kunidan birinchi ayning 20 kunigacha uy setib olganlarga alohida sovg'atlarmi bor. Meshin Sari. Jungo qizili ishonch va orzuni, yoshlikning, qizg'inlikning, baxt omadning, xushallikning, romantik hissiyotning, boy yashatlikning simvoli. Paridio lavsurqi sizga yangicha tuyg'u ilib kelgusi. Charchash hozirgi zamon kishilarda bo'libmi, erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qaramoqda. Eltoj so'ylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj so'ylab javhiri. Jungo qizili ishonch va orzuni, yoshlikning, qizg'inlikning, baxt omadning, xushallikning, romantik hissiyotning, boy yashatlikning simvoli. Paridio lavsurqi sizga yangicha tuyg'u ilib kelgusi. Paridio chash yuyish va asrash malhami an'anaviy o'simlik dorilarini resep qilib, zamonaviy ezish usuli bilan biotexnika birlashtirib ishlangan. Paridio chash yuyish va asrash malhamiga zanjivil donchisi, nengmang, ko'k seg'i, amino kislotasi qatorliq oziqlik moddalar qo'shilgan bo'lib, chashni pokizlab, chash tushishining oldini olib, chash o'stiradi. Bosh terisidagi mayni kontrol qilib, chashni yumron, siliq va poqiroq qiladi. Tabiatning sovg'isi Paridio. Hürmetli körmenler, men sizlarning sirdosh do'stinglar Adila ablangiz. Xinjiang Paridio Soda cheklik shirkati xos nomini olgan Estodiyaga kim keldi programmasi Xinjiang radio televiziya stansiyasi yangidan yo'lga qo'ygan naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir son programmada cho'lponlar siz va biz bilan birga naqshi aytadi. Siz Xinjiang Sun'iy Hamro televiziyasining ommaviy undidor sifatini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avazsangiz, Studiyaga kim keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Har bir son programmamizda mas'ullarlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz.
Mening ismim familiyam İlham Alim, Dörbijin Nayis'ten keldim. Men özüm eng hurmatlaydigan ustoz san'atkor bilan billa bir sahnada naqsh solib turibman. Bundan bek xush bo'ldim. Uzundan bir so'g'an batda tayyorlagan mana bugun oxirimiz so'g'ini o'z qo'lim bilan ustoz san'atkorga beralaydigan bo'ldim. Shavkat. Şinjan Radyo Televizyon Stansı bilen Özgür Medeniyet Tartışacak şirketi birleşip işleyen İstodiyaga Kim Geldi programımız başını çaldık durmadı. Hayacanlanıp atamsız. Elbette. Ben şunçilik hayacanlanıp atım. Ben tayarlıkla tuttum mu? Tayarlıqlab bitdi. Texniklik jihatdagi xizmatlar tayyor bo'ldi. Sandagi muzikant bilan taqbilab saqlab atdi. Nima degan yaxshi. Mana İstodiyaga Kim Geldi programımızın tunji saniga qaysi aziz mehmonimiz keldi ekan? Qarab baqaylik. Yanlışa çekilgen bir cüp yürekler Yar soğuşu sakları rengi kalbimde Fatih'indir saatin sol kol bilekte İstodiyaga Kim Geldi programımızga mana Gülşat Rayı'dan atmış geldi. Film araması. Sizin programımızga qadam tashrif qilganingizga rahmat Gülşatga. Demek siz odatda mushundaq bek paranglashadigan, jiqroq gap qiladigan ishlar bo'lsa biroz o'zingizni ap qachatdingiz mening bilishimcha. Lekin siz bugun ziyoratimizni shunday yaxshi qabul qildingiz, programmamizning har bir halqalarigacha to'liq qatnashishni tanladingiz. Buningdagi sababni bir deb bering. Studiyaga Kim Keldi nomli bu programma bir yangi tipdagi burun bo'lib boqmagan bir program shakllangan shu. Men bu programmani yoqtirgan bir yerim. Sho'lpalarning hammasi naq maydonda, naq muzik chilinib, to'g'ri. Naqshini naq maydonda etib, o'zining haqiqiy mushu talantini naq maydonda ko'rsatadigan, namoyon qilgan mana bu program deb. Biz programmaning beshida mushu ziyoratdan burun biz to'g'riga naqshlaringizni e'lon qildik. Anandan keyin o'zingizningki mushu programma qadam tashrif qildiganligingizni e'lon qildik. Sizni yaxshi ko'radigan tomoshabinlar sizdan bek ko'p savol so'rab ketdi. Biz mushundaq ko'p savollardan 6 savolni naq maydonga akeldik. Mushuningdan qanchinchini oldida tanlaysiz? 3 savolga javob berib bersiz. Şu samsa cüptün başlay, ikkinchi javob berib boqayman. Yaxshi siz Dilshatgan. Siz bu sharq ashyolarning talaffuzida bek yaxshi so'zlaysiz. Buni ustiga o'zingizmi Shanxay o'qigan. Shu Shanxay talaffuzida bir ikki so'zlab bera olasiz? O'qish jarayonida shanba kunlar ancha talaffuzga chiqamiz. Endi u yerlik o'qish jarayonida ashadiki Shanxaydagi yerlik bolalar bilan tanishgan men. Shular bilan asl paranglashib, maktab ichida asosan o'rtoqlik so'zlashamiz. Maktabdan sirtdan darvozadan chiqqandan keyin ko'proq Shanxay til, Shanxaycha qolgandan keyin bu til ishlanadi. Masalan, yaxshimisiz degan nuqola. Kechda vaqting bormi degan yalishanning yo'q qova dedi. Kechda men bilan bildim kino ko'ramsa, yalishanning alaydochi kudiyu havo deb. Men degan ala dedi. Ni degani no dedi. No dedi. Men de ala dedi. No alayda jidachi shafana tamoq emas. Birga bir tamoq emas, ya birga bir o'ynaymiz deganda. Yalishanning alayda shu pashan havosi. Pashan havosi bo'lamdi. Ma'qulmi? Yaxshi bo'lamdi. Sizningki Shanxayda o'qigan yillaringiz qanchinchi yillari atrofida-ti? Men Shanxay o'qishga borgan yilim 90-yildan 93-yilgacha 3 yil o'qidim. Shanxayda sizga dars bergan o'qituvchilarni hozirmi aslamsiz? Ular bilan davomli aloqalashtirman. Mening muallimim degan hozir 86 yosh oshdi. U ayni vaqtida shu Jungoga tanilgan bir naqshchi. 60-70 yillarda bir naqshni aytib bo'lgan mamlakat. Putin chinkacho ya, puta soyo cha ya, ye putin ha da.
唱上一首心中的歌，献给情人金竹马。嗦呀啦嗦，献给情人金竹马деп. Şu mening muallimim o'z yezib o'zi aytgan. Muallimimning ismi Chang Liu. Chang Liu muallim hozir 86 yoshga kirdi, hozirgacha aloqa qilib tursiz. Mushu bir 3 yil oldida o'zi tarbiyalagan o'quvchilarning hammasini yig'ib, o'quvchilarning bir naqshchiligini qilgan. Shuni ataydi, meni taklif qilib Shinjongdan bordim. Berib Tarim, Anarxon degan naqshlarni o'rlab berdim. Shanxay muzik sho'yaniga berib, o'qib, shu naqsh etish ilmidan bilim olishdan boshqa, yana oldidan o'zimning muallimi, Changli muallimga o'quvchi bo'lganligimdan intayin xo'shman, bir umrimdagi bir xo'shalik bir ish bu. Undan boshqa mening hozir saboqdoshlarimda Liu Changyong degan bu Jungoda hozir eng atoqli naqshchining birisi. Shanxay muzika sho'yanning Yuan Zhangsi bu bir cho'ng professor bo'ldi. Albatta hozirgi shu naqsh hayotimda men ham shu muallimimdan, saboqdoshlarimdan hozirgi shunday minnatdor his qilaman. Hürmetli görünmenler. Şinjan Paradiyo Soğutçaklık Şirketi xas namını ağan studiyaga kim keldi programısı davamlaşıvatıdı. İkinci sualınızga keldik. İkinciga siz qaysi sanni tanlaysiz ki? Üçüncü sualını. Üçüncü sualını. Teşekkür yaxshimisiz. Sizning boshqa artistlarimizni do'raydiganligingizni bilamiz. Lekin sizmi boshqalarning sizni do'raydiganligini bilamsiz. Acaba obdan sordum sualını. Mening bu sualını sorğum batdı. Xata talab atmış var mı sualını? Yerine de çıkamaydı. Aşı men do'raydiganda turda shu. Do'raydigini ne? Dilshodga men sizni aynan do'rayamsanmi? Lekin sizga bu hurmatim intayin cheksiz. Abisi Captain'ın international İzmir'de falan düz şarkı kaldı. Lekin bu da international etti. Bizning kalmışını tam oxuğanda yaxshidek erazib bergan bu. Men to'liq boraman. Lekin bu yerga chiqib qo'ydim. Kim birinchi qitim qaytilganda, ikkinchi qitim qaytilganda o'qimay aytish kerak. Buni o'xshaydi bo'lsa, ikkinchi qitim qaytilganda hech qanday imsmaydi. Aslida intayin to'g'ri amalyo, avatiya bo'lsa. Qadroq bo'layapti bu. Keltiribdi. Shu farqlarni gaplarni, tavishlarni keltiribdi. Do'rashmi bir xil talantchi bu. Bu sezim masalasi. Yani aşınığı diqqat qilgan, aşınığı ko'ngil bilgan, aşınığı tadqiq qilgan, aşınığı vaqt chiqargan, ijrosin degandiki, anandikin doğru. Üçüncü sualga qaysi numarni tanlaysiz? 5ni tanlayman. 5 nima? 迪丽夏提老师您好，我想问您这一生最大的遗憾是什么呢？ Endi hayot degan cheklikni qarang. O'zimning bir afsusligim, mening shu oliy maktab o'qiyotgan vaqtim texmi o'rlab o'qish niyatim bordi. Masalan, aspirantlik, doktorlikcha shu vaqtlarda agar sharoit yaxshi bo'lgan bo'lsa, texmi o'rlab o'qib, texmi ko'p bilimlarni egallagan bo'lsam, hozir shunchalik asqatida ketdik-da shu. Qanchalik yozsaq shu vaqtgacha o'ginimiz, yilma ham yana davomli o'ginish xiyolingiz bo'lsa, yana afsuslanadigan ish emas, u yana davomli o'gangili bo'ladi deb qarayman. Wohe wodu zuguo degan naqsha to'rda e'lon qilingandan keyin buning chekilish soni bak yuqori bo'ldi. Shu naqshangiz to'g'risida ozroq so'zlab beramsiz? Bu Wohe wodu zuguo Mehmet'in bilan biladigan bu naqsha melodiyasi eng go'zal. Teksti jonliq. Shunaq bir naqsha. Absalom Absofirishkimiz gitaralar eshitsam, buni bir sahifada o'yinga chiqibdi-ku. Va buni chekilsan ajoyib chiqib. Men xil bayron qoldi. Do'yinga aytganingizni bir o'rinlab bersangiz-chi, naq maydonda bir anglasak. Bo'ldi. 我和我的祖国一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首战歌。我
我歌唱每座高山，我歌唱每条河，袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。我最亲爱的祖国，我永远敬意在你的心窝。你用你那母亲的脉搏和我诉说。Bu naqshlı orunlaş emas, tılnımı sözlep atkan, kolunuzga nemi müzik çıksa şunu cevap atkan. Ben qarap o'tirishotgan, nem degan qobiliyatlik deb qolaman. O'zingizga tamanno qo'yib qoldigansiz ba'zan men qilolmaydigan ish yo'q san'atda deb. Ya, onda çoğunga muyt bu, na çoğun rol oynaydı. Ben de köp millet oturashırken börtaladı bizden aşağılarda mesela. Kazakla yaman çıktı. Asasiyatı şu, Kazakça köperek küçüğümde cık bilittim bu. Küçük vakitler bu esmir ballar bir koşulları Mongol Kazak oynagandan keyin bir-birisining gepini uygunlab küçük vaktimizden tatlılar. Öz vakti bir aile kişilerdek. Gapni uygandigandek ularning naqshlarini uygunlab, buni qilib turmush odatlarini va tonish bo'lgandan keyin endiki alaning gap so'zi, naqshlarini bilmaydi, uygunib qoldik ekanmiz. Unda olsa Қазақша нақшы. Қара таудың басынан ой көшкеледі аяу, көшкен сайын бір тайлақ, боз келеді аюгай, ән салышау бір балай. Алыс ауылың кеткенде Qiymas qalqav, qara көзден мүлдіріп, жаз келеді югай, ән сарашау бір балай. Әмді Дилшатқа бүгінгі программамыздың бір бөлігі var. Naq meydanda naqşı orunlaydigan. Onundan xəbəriniz var. Bizden hazır muzikantlarımız sizin saxlap durdu. Naq meydanğa qaysı naqşlarınız ekeldiniz? Altın tuprak. Altın tuprak. Hem şu altın tuprak degen naqşını bek billeyt qımbatı, bugün ahir billeyt ram boldum. Bahardı kelemsen. Bahardı kelemsen. Gül evettin yarsana. Andık şoqaraq bir naqşı da süzük sıla kelip toğan sıla. Dört naqşını ep geldim. Endi naq meydanğa sizin təklif qısaq. Qani Dilshatqa naq meydanğa mərhəmət. Var qılsın. Şoqum. Dilshatqa. Arji kulaqda ovoz bor. Yaxshimi o'qiydi, rahat anglab atamda. Yaxshi. Әмсе балла, нағайт яқшы кепсілі. Бүгінгі әмкарлышымыз нағайт яқшы болсын. Әмсе нақшыларымызды башласақ. 3, 2, 1. Kaldım ben yar yolunda, üzülgünü tuttum ben yar kolunda. Ah yol telep kaldım ben yar yolunda. Kaçan dilersen yar de, teşna bulup kardı yar gözünge. Kaçan dilersen yar de, teşna bulup kardı yar gözünge. Güzel günler için baharda ki
seherdekilerle. Yılayın azrak verip koyayım. Aldın kızım al beni, yolluğum bolsun. Salgın onu koynunga, yüreğim bolsun. Aldın kızım al beni, yolluğum bolsun. Salgın onu koynunga, yüreğim bolsun. Müşkil uzak seferlerde, çıkı kızıl uçurek emrah olsun. Müşkil uzak seferlerde, çıkı kızıl uçurek emrah olsun. Kızıl günler içilgan baharda kilemsen, bulbul moğluk sayrıgan seherde kilemsen. Kızıl günler içilgan baharda kilermen, bulbul moğluk sayrıgan seherde kilermen. Gün meni ömrüm kilermen bir günü, sana teşna yüreğim kaytırar beni. Yalnız kaldım dep azaplanma, yollayım en salam sevinip seni. Kızıl günler içilgan baharda kilemsen, bulbul moğlu sayrıgan seherde kilemsen. Kızıl günler içilgan baharda kilermen, bulbul moğlu sayrıgan seherde kilermen. Bulbul moğlu sayrıgan seherde kilermen. Algın kızıl almanı yolluğum bolsun, salgın onu koynunga jürgüm bolsun. Tekst muşunçılıklı çıraylık çıka ha. Bek güzel. Bu nakşini Merkezi Halk Radyosu'ndaki Bəxtiyar nakşı müzikisi hem de nakşı teksti Bəxtiyar. Bu nakşı ben orlap çıkandan ki bunun naati şekil sani şunçilik Yuqur boldu. Мәңгі muhabbetlik kuylarınız üzülmesin. Mana muşundaq muhabbetlik güzel melodiyalarni мәңгі bizga sunib turing. Siz bir vaqtda bir g'ingshib berdingiz ku menga. Gul avatdim, gul avatdim, gul avatdim. Gul avatdim yar sana. Yar sana. Bek chiroyli bir melodiya. Mush naqsh to'g'risida ozroq o'ylaganingizni so'zlab berasiz. Bu naqshning melodiyasi bek yaxshi. Bek chiroyli. Chiroyli. Shundan keyin tekstimi shundoq işte. Shuni bu naqshni hozirgi zamonning uslub bilan shu elektrlik chalg'u muzikalar bilan birlashtirib, bu akord chiqarib mandaq aytib baqsak qanday bo'lganda deb buni sinab qilsam, buning shu unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. O'zimga shunday chiroyli anglanadi, jonli anglanadi. Chuqur shunday bo'ladi. Shunga bu naqshni bu qitim shu elektrlik muzikalar bilan milliy muzika aralashtirib, mushtaq o'rlab ketgandim. Qani gul avatdim yar sana degan melodiyadan hammamiz huzurlanaylik. Üç, iki, bir. Melodiya spektrali qayerdan aslında? Hürmetli görürmenler, Şinjan Paririyo Soğuşçaklık Şirketi has namına ağam Suriye'ye kent geldi programımız nayıp tutqun davamlaşıvatıdır. Yar sana, köngül verdim yar sana. Gül verdim yar sana, köngül verdim yar sana. Gülbegin gülşenede bolgan edim kuşlar sana.
benim gülşenine olgan edim hoştar sana. En yaxshi ko'radigan naqsham yana oltin tuproq. Bizning Mastana arzusini amalga oshirish bosqichiga yetib keldik. To'g'ri. Boyatin yaqin sizning Mastanangiz oltin tuproq degan naqshni saqlab turdi. Mastanangizni bir taklif qilsak, birli bir naqshingizni o'rinlasangiz qanday bo'lar? Bo'ldi. Qiynalsa? Chiqargan bo'ldim. Salom edi. Yaxshi turdingizmi? Qandaroq ahvolingiz? Yaxshi gapsiz programmamizga jiddiylashyapsiz. Azaq jiddiylashish bor. Qilishayotgan bu bir uzundan beri tayyorlab qo'ygan bir sovg'am batdi. Shuni bir o'z qo'lim bilan berib olgan bo'lsam. Sizniki unalg'u lentangiz uzun bo'ldi saqlab kelyapsiz. Men kechib bitay buni amsa. Bu qaysi vaqtingiz? Buningga 15-20 yil qoldi. Bulbuldum degan. Bak isilsiz akasiz. Bu üzerdim yo'qmi hozir? Kichkimdan saqlab qo'ygan. Anglaydim kichkimdan. Rahmat. Sahnimiz ishqinlar qoldi Dilshodga. Men bir misra, sen bir misra mana aytib, oxirsini birga aytib mashta qilib Bildi. Orlayjimi buni? Bildi. Hamsa muzikantlar boshlaylik. Muzikant bolalar hamsa 3-naqshni boshlaylik. 3-naqsha oltin tuproq Dilshodkan bilan Mastanasi birga aytadigan naqsha. Başladık hamsa 3 2 1. Studiyaga kim keldi programmamizning xas nomini olgan Şinjan Radio so'z chekishga alohida rahmat aytamiz.
minermo altın tuprak yar günü uruk çassam ünermo ondan diki hiç buldum alim yar bilermo ondan diki hiç buldum alim yar bilermo bilermo Humdan diki hiç buldum alim yar bilermo Tarım zalı ölümünü çek koyacağım. Akordunu azalap çıkmayın. Akordun strologunu çek koyacağım. Salgan ya özüm öten köyermu Beni otqa salgan ya özüm öten köyermu Hasretimge derdimge perva kılmay yürermu Hasretimge derdimge perva kılmay yürermo Ey muhabbet Ey muhabbet Hasretimge derdimge perva kılmay yürermo Hasretimge derdimge perva kılmay yürermo La 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 lay La 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 lay La 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 lay La la lay lay La 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 lay La 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 lay La 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 Rahmat. Nayt yaxshi aytdingiz. Satkan bilan mush naqshini aytgandagi hissiyotingiz qandaqroq? Bak hayacanlanıp kettim Dilshod ustaz. Nima deydiki? Qani? Dilshodga qandaq aytdi? Intayin yaxshi aytdi. Men ilhomninki haliqi shundaq izchil sizning naqshingizni anglab, sizning hatto qopluq unalg'u lentalaringizni saqlab, bugun maydonga kelgicha mush naqshini astoydil o'rinlab chiqib ketishiga qarab, odamlarning taraqqiyoti izchillik ekan deb o'ylab o'tirdim bu yerdan, shundaqmi? To'g'ri, to'g'ri. Mush izchillik bo'lsak, izchillikni saqlasak, davomli tirishsak, oxiri orzuyimiz amalga oshadi ekan-ku. Dilshod kamninki haqiqiy bir mastanisi ekansiz. Andan keyin siz Dilshod kam bilan nimani bakroq asos qilib, mush oltin tuproq degan naqshini o'rinlasam-ka deb o'yladingiz. Altın tuprak temizlik naqsha bir muhabbet lirikisi. Dilshod kamning hamma naqshini yoqtirib anglayman, yaxshi ko'raman. Shuning ichidan ham demiş altın tuproqni bakroq yaxshi ko'raman. Shunga shu naqshini aytsam deb arzu qildim. Mana bizninki studiyaga kim keldi programmamiz Cho'lponlarninki mushundaq go'zal naqshlar bilan tomoshabinlarimizni, ko'rmanlarimizni huzurlantirib qolmay, sizdek mastanalarning orzulariga yetkazadigan nihoyat bir yaxshi sahna. İlhamga o'xshash ko'plagan mastanalarimizning davomli programmamizga qatnashishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Qani sizlarga yana bizning sovg'alarimiz uzilmaydi, Dilshodka.
sizga shu Şinjan Eltaj Xalqaro savdo cheklik shirkatining Eltaj Yaqut Javhirini teningizning saq, ishlaringizning o'ngishli bo'lishi uchun oz bo'lsin ko'nglimiz qilib sundiq. Voy, rahmat. Rahmat sizga. İlham inimizga so'g'imiz bor albatta. Yana o'xshashlar shu Şinjan Eltaj Xalqaro savdo cheklik shirkatining Söylep Javhirini sizga so'q qildik. Sizning teningiz saq, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Her bir san programida dаңlıq çolpanlar siz ve biz bilen birge naqşa etidi. Siz Şinjan Sun'iy Hamro televiziyasining ommaviy undidor suhbatini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsangiz, studiyaga kim keldi programmasida çolpanlar bilan birge naqşa etish fursatiga erisha olasiz. Her bir san programımızda mastanlarimizga çolpanlar bilan naqşa etish fursatini beramiz. Vallahi əmsə 4-cü naqşını başlap getdik. Aldırdıq naqşlarım intayın yaxşı oldu. Mavan usulluq naqşa qızıl alma. Tayyorluq bitgan bo'lsa boshlaydi. Başladık əmsə 3 2 1
programımızı şundaq xuloslashga bo'ladiki, minnatdorlikqa cho'milgan qalb eng go'zal qalb. Minnatdorlikda aytilgan naqsha eng go'zal naqsha. Studiyaga kim keldi programmamiz mana shundaq yiqimliq naqshlar bilan bizga xo'shallik ato qildi. Naqshchilarning go'zal melodiyalari, yangroq naqshlari, minnatdorlik kuylari programmamiz orqali texmi ko'p namoyon bo'lg'isi. Studiyaga kim keldi programmamiz har qaysinglarning yangroq ovozi bilan san'at beg'imizdagi gulzorlikqa aylang'isi. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.